Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mutlaq mavjudlik, ey sabablarning sababi, azaliy va abadiy bo'lgan Allohim. Meni xato fikrlardan qo'ydishingni, menga seni rozi qilgan ishlarni amal qilib berishingni umid qilaman. Ey barliq koinotning parvardigori bo'lgan Allohim, menga barliq go'zal xislatlarni ato qil. İşlerimde xayrlik natijalarni bergin. G'oya va istaklarimda muvaffaqiyat ato qilgan. Koinotda daryolarga o'xshab eqiyotgan 7 sayyorning egisi va yo'ritquchi Parvardigor. U yulduzlar uning ihsoni bilan va butkul javhiriy mavjudliklarni qoplagan irodasi bilan vazifasini ijro qiladi. Zuhal, Utarid, Yupiter qatorliq sayyorlardan hech nima umid qilmayman. Xayrini va barliq shaylarni sendan tilayman. Allohim, menga go'zallik libosini kiydirgin. Yaxshiliklar va go'zalliklar baxsh eyle. Peygamberlerning karomatini, boylarning saodatini, faylasoflarning bilimini va taqvodorlarning baxtini ato qil. Allohim, meni baxtsizlik va yo'qsullik olamidan qutqazgin. Solih, sop va vafodor kishilar qatoridan qil. Siddiqlar va shahidlar bilan birga qil. Sen shundoq ulug' bir mavjudliksanki, sendan boshqa iloh yo'q. Sen mavjudliklarning yagona sababi, yer va osmonning nuri. Allohim, menga faol aqidadan bir fayz ilhom ato qilgin. Ey ulug'liq va fazilat sohibi, ruhimni hikmat nurlari bilan tovlag'in. In'om sifatida menga putib o'tgan ne'matingga shukr ato qil. Haqni haqiqat sifatida, nohaqni botil sifatida ko'rsat. Haqiqatga ergashish ilhomi baxsh et. Nohaqqa ishonish va uningga quloq silib qilishdan uzoq qil. Nafsimni moddaning tabiatidan pokizla. Shubhisizki, birinchi sabab sendursan. Ey jimi mavjudliklarning sababi, chashrab turgan fayzdan barliqqa kelguchi, qatma-qat ko'klarning parvardigori, quruqlik va dengizni ularning o'rtasiga o'rlashtirgan parvardigor. Sana sig'inib, bir gunohkor sifatida sana yolviraman. Bu gunohkor va parvosizning gunohini afv qil. Ey koinotning parvardigori, ulug' huzuringdan bir fayz bilan nafsimni moddiy va ma'naviy kirlardan pokla. Ey ulug' shaxsiyatlarning parvardigori, falaki jismlar va samoviy ruhlarning sohibi Allohim, qulunga bashariy shahvatlar g'olib keldi. Past dunyo va shahvatlar so'ygusi uni chirmib oldi. O'z himoyangni meni xatoga tushib qilishdan saqlag'uchi qo'rg'on qil. Taqvoligimni har turli radikallik va haddidan ishga qarshi qalqon qil. Sen barliq shaylarni qurshab turg'uchi muhofizatchidirsan. Ey Allohim, meni 4 ilmintning asoratidan qutuldir. Keng huzuringga va ulug' maqomingga ilib ket. Allohim, menga berilgan iqtidor va kuchni tuproqlik jismlar va boshqa mavjudliklar bilan munosabatlik o'y fikrlarim o'rtasidagi nachar aloqalarimni uzishga sabab qil. Ruhimning ilohiy olamlar va samoviy ruhlar bilan birlashishiga hikmatni vosita qil. Allohim, Jibril orqali ruhimni nurlantirgin. Aqlimga va tuyg'ularimga ustun hikmat bilan ta'sir qil. Jismoniy olam o'rniga malaikalarni hamroh qil. Allohim, menga haqiqatni ilhom baxsh et. İmanimni taqvolik bilan mujassamla. Nafsimda dunyo so'ygusiga qarshi nafrat qo'zg'a. Allohim, tabiatimni vaqtlik shahvatlarni yo'qotishga qarshi kuchlik qil. Ruhimni mangulik ruhlar makoniga ko'chir. Uni ulug' jannatlarda qimmatlik va sharafli mavjudliklar to'pidan ayla. Ey hol va maqol tili bilan tushundigan mavjudliklardan ilgari bor bo'lgan Allohim, sen ayb va nuqsondan pok tursan. Shubhisizki, sen hikmating bilan butun mavjudotga loyiq bo'lganni berguchisan. U mavjudotlarga yo'qlik o'rniga borliq ato qilgan va yo'qlikqa qarshi borliqni bir ne'mat va rahmat qilib bergan zotdirsan. O'zlik yoki o'zlikka oid butun maxluqlar sening ne'matingdan ham bahrilanadi. Ne'matlaringga tashakkur etadi. Koinotdagi qandoqligi narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madhiyalaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganlik uchun ularning madhiyasini sezmaysizlar. Allohim, sen ayb nuqsonlardan pok va hammadan ustun zotdirsan. Sen yagona birdan bir iloh, tug'ilmagan va tug'ilmagan, hech narsaga ehtiyoji tushmaydigan zotdirsan. Aksicha, hamma sana ehtiyojli bir zotdirsan. Allohim, ruhimni 4 ilmintdan borliqqa kirgan bir zindonga qamoq qo'ydim.
uni parchalash ishini har xil shahvatlardan tarkib topgan yirtqichlarga havola qildi. Allohim, nafsimni poklik bilan sharaflantirgin. Uningga shafqat qilish sana bakmi yarashidi. Sana loyiq bir shaklda fazilat tusi bilan uni asirg'an. Ko'kdagi maqomga yetalgudek bir tova xayr ayla. Muqaddas maqomga qaytishini tezlashtir. Nafsimning qorong'uliklari ustiga faol aql quyoshini och. Jaholat va azollik qorong'uligini uningdan uzoq qil. Ruhimda kuch holatida mavjud bo'lgan go'zalliklarni aktiv holga keltir. Ruhimni bilimsizlikning qorong'uligidan chiqarib, hikmatning nuri va aqlning chirig'i bilan oydinlashtir. Alloh mu'minlarning do'stidir. Ularni zulmatdan yo'riqlikqa chiqardi. Ey Allohim, bilinmaganlarning haqiqiy mohiyatini ruhimga tushimda ko'rsat. Ruhimda qalaymaqan qora beshishdan saqla. Tushimda yaxshiliklar va go'zalliklarni bishorat elishga nasib qil. Ruhimni ta'sir ostiga olgan his tuyg'u va gumonlarning kirligidan pokla. Ruhimni jismoniy olamning bulg'anishidan saqlab qol. Ruhimga ruhlar olamining yuksak maqomidan o'rin ber. Faqat salla menga to'g'rini ko'rsatadigan, mening butun ishlarimda yordamchi bo'ladigan va meni himoya qiladigan eng ulug' mavjudliksan. Hamdu sana yegona Allohga xosdir. Allohning rahmati va salomi uningdan keyin hech bir payg'ambar kelmaydigan eng oxirgi payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Arabcha va turkchadan o'zlashtiruvchi Mahmud Bilge. Mikrofon oldida Dardman.